Assalomu alaykum. Yaxshimisizlar? Hurmatli kanalimiz obunachilari. Men sizlar bilan Erkak Nodirbek. Bugun Toshkentdamiz. 13 mart Toshkent xalqaro aeroportindaman. Hozir uchyapmiz, xudo xolasa. Toshkent, Varshava, Varshava, Vilnius. Soat 10'da. 3:15'da samolyot. Hozir 12-chisla 12:11. Bunun uchun o'tyapti. Faqat registratsiya boshlanmadi. Registratsiya boshlangancha ozgina aeroport tanishtirdim degan niyatda qisqacha video qildim. Mana hozir aeroportda 2-etajida turibmiz. Время ожидания demak. Shu yerda odamlar bor. Pastda registratsiya bo'lib turibdi. Hozir biz ham shu yerdan registratsiyadan o'tamiz. Registratsiyadan o'tgandan keyin mana bu yoqqa qarab ketasiz. Mana bolalar registratsiyadan o'tdi. Dальше ожидание зал. Bu yoqda просто chiqib o'tirasiz shu yerda kutib. Qarab, vaqt o'tirish kerak bo'lmasa, bu tarafga kelib qo'ygan bo'lsa, shu yerda o'tirasiz kutib. Dальше ko'rsataveraman. Mana. Bular ryukzak. Mana bunda bagajnik. Hojatxonalar. B2, B3. O, ana B3. Bize kerak. Bize keragi shu. Ana shuna borishimiz kerak. B3. Bize liniya. B3. Ожидание зал. Koreya. Koreyaga uchib qoldilar. Южный Koreya. Начинается посадка самолета пассажиров рейса B2, B3. Şuradan çok güzel geldi. Hoppa. Ya bismillah. Ama ketib qoldi rastlasaki. Şu yerdamiz deydi u. Tak samolyot yo'lga chiqyapti hozir. Bizlardagi 3:15'da uçamiz. Faqat shu yerda o'tiramiz. Ojidание zalda. Hech kim qolmadi. Seul bor edi, uchib ketdi Seul. Salqinagan pastdagi to'g'ri. Samolyot suv kelib turibmi? Tushunarsizroq. Odamlar kelib turibdi. Asta-sekin ko'rinib turgan bo'lsa.
ketib batırlar. Mana shu B3 deganni uchamiz. Reklamalar bo'lyapti mana. Boshqa samolyotga mindik. Xudo xolasa. Boshlanadi odamlarni. Bakalım. Görüşürüz bo'lsa. Teşekkür ederim. Uçadı. Xudo xolasa. Gerçekte oldu. Hani o onda uçtu samolyot. Hazır registrasyondan. Registrasyondan emas. Neden o'tdik? Pichaturdi Polsha kirdi deb. Bunda hozir Pirsetga yetmay batimiz. Bu ikkinchi etaj ekan bu. Pastga tushamiz ekan, mana shuga tushamiz ekan, shu. Odamlar turibdi. Odamlar turibdi, shuga tushib ketamiz pastga tushib endi. Transfer deydi, transfer. Transfer degan tranzit o'xshaydi bu. Chepga. Tomoyimda. Chepga. Hojatxona. Mana endi o'ngni ko'rsatib qo'yibdi. Zemlyaga turib shu. Ko'rinmaydi. Ko'ramiz. Qani nereden tushamiz ekan? Havaydan tushilmiyor ekan. Bu yoqda ko'rsatib qo'yibdi. Ha, yo'q. To'g'ri ketirmiz. To'g'ri ketir ekanmiz. Aha. Kamera mumkin emas ekan o'chiramiz endi. Assalomu alaykumlar. Yaxshimisizlar? Kayfiyatli yaxshimi? Xonadonlar tinchmi? Yevropa deb Yevropaga ham yetib keldik. Litva davlatining Kaunas shahrindaman. Bazadamiz. 3 kun bo'ldi yetib kelganimizda. Quyosh chiqib turibdi, qizdirib. Yomon emas, +2 gradus. Yaxshi kelgan kunni ertangisini kod 95 ga ekzamen topshirib qaytdim. Endi ertaga Vojdeniyaga borib kelamiz. Kod 95 ga. Keyin Krasnoy bumaga deydi. Yana mayda shunda dokumentlar bor ekan, yana bir ketib bir haftalik bazada bo'lib turasan dedi. Keyin dars ko'ramiz, xudo xolasa. Stajirovkaga chiqib ketasan deb turibdi. Ko'ramiz. Qanday boradi? Havo yomon emas, salqinroq. Lekin quyosh bor. Yaxshi sharoitlari zo'r, gостиницада. Bozorda yotibmiz. 4-5 odam qoldi. Qolgan yigitlar bor edi. Hammasi kondensaga ketdi. Endi kondensa deganni o'zbekchasi ishga ketdi gapni ochig'i. Shimoliy Mercedes Sprinter mashinalar bor. 6-7 kishi bo'lib ko'rsataman. Ketdi ular. Endi biz ham xudo xolasa kod 95 degan qog'oz. Qog'ozni o'zbekchasini aytsam, shu mana Yevropada mashina haydash huquqini beradigan dokument. Shu dokument bo'lmasa haydolmaysiz mashinani. Buni bozordagi mashinalar shunday busik deydi bu yerda. Endi Sprinter. Shu mashinada shunday mashinada ketasiz. Bunda yana bir Mercedes turibdi. Shu idarani mashina. Bu yerda asosiy belaruslar, ukrainlar bor ekan. Keyin indeyslar ham bor, bir ikki negerlar bor. Shu mashinada ketamiz ekan. Shunday mashinalarni. Bo'ladi, yomon emas hozircha. Hammasi joyida. Gap so'z bo'lsa, xudo xolasa yana asta-astan ko'rsatib boraveraman. Qo'llab-quvvatlab turinglar. Sizlar bilan Nodir Berkayev. Ko'rishguncha sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Hammaga sog'lik, salomatlik, tinchlik, xotirjamlik tilayman. Shu yerdamiz.